Oy haqida siz bilmagan faktlar. Oy Yerning yagona tabiiy yo'ldoshi. U Yer atrofida aylanishi uchun taxminan 27 kun vaqt kerak bo'ladi. Oy Yerga qaraganda 4 barobar kichik, diametri esa 3000 kilometrdan ko'proq. Oy atmosfera yo'q, shuning uchun u yerda shamol, yomg'ir yoki ovoz tarqalishi bo'lmaydi. Oyda og'irlik Yerga qaraganda 6 barobar kichik. Odam Oyga chiqqanda o'z vaznidan 6 barobar yengilroq bo'ladi. Oy Yerning tortish kuchi tufayli okeanlarda suv ko'tarilishi va pasayishini keltirib chiqaradi. Oyda bir kun, Yerda 29.5 kun, ya'ni Oyda kun va tun juda uzoq davom etadi. Oyda suv izlari topilgan. NASA ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, muz ko'rinishidagi suv mavjud. Oyda eng yuqori tog' Mont Huygens, uning balandligi 4,7 kilometr.